Assalomu alaykum o'quvchilar va o'quvchi qizlari. Hammaning xayrli kun. Bugungi video murojaatimiz o'quvchilar uchun. Ko'pchilik o'quvchi akalarimiz telefon qilishyapti, Islomjon ichki ishlar organlariga telefon chaqirishyapti, o'quvchilar yig'ilish bo'lyapti ekan. Nima sabab, nima yangilik bor? Ko'pchilik so'rayapti. Endi shuni ko'pchilikga manfaatliroq bo'ladigan umiddaman bu video. Buni asosiy chaqirishdan sabab o'sha ichki ishlarda huquqlar xizmatini o'sha o'quvchilarning uyiga signalizatsiya pultlarini o'rnatish bo'yicha bo'lyapti. O'sha xavfsizlik bo'yicha seyfiga yoki o'sha saqlanib saqlangan xonaga signalizatsiya pultlari o'rnatilyapti ekan. Shuni targ'ib qilib o'sha ichki ishlar organlari shuni taklif qilyapti o'quvchilarimiz uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan. Kecha menga tushuntirib berishdi bu masalani shunaqa uyingizga ham qo'ydirib olsangiz bo'lar ekan yoki o'sha imенно seyfingizni o'ziga ham o'rnatsangiz bo'lar ekan. Bu juda ham oson. Ochayotganda kodni terib turib, ochish tugmasini bosasiz ochiladi. Shu bilan yana bosib qo'yasiz yopiladi. Lekin menga boshqa tarafdan o'ylab qolganda xavfsizlik nuqtai nazaridan menga juda ham ma'qul bo'ldi. Neki uyingizga qo'shimcha joylarga ham o'rnatib olsangiz, uyingizda siz bo'lmaganingizda signalizatsiya topshirib qo'ysangiz, kimdir kirsa yoki boshqa bo'lsa signalizatsiya ishlab o'sha ichki ishlar organlariga xavf signalini berar ekan. Menga shunisi ma'qul bo'ldi. Yoki uyingizda to'polon bo'ldi, kimdir bostirib kirdi yoki mahallangizda janjal bo'ladi, boshqa bo'lyapti. O'sha bitta knopkani bosish bilan ichki ishlarda organlarga bemalol xabar boradi, tez yetib kelishadi. Shuni inobatga oldi, endi targ'ib ketyapti. Imkoniyati borlar bemalol qilib olsalar bo'ladi. Adashmasam oyiga 80 ming so'mmi, 85 ming so'm shunaqa ekan oyiga. Bu pul to'natib berishar ekan. Bunday imkoniyat bizni bemalol qilib olsalar bo'ladi. Asosiy chaqirilib berilayotgan masalalar mana shundan iborat. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Mana xudo xolasa bugun Toshkent shahriga yo'l oldim 17-may. Bugun kechki soat Toshkent shahrida bo'lamiz. Ertalab ishimizni bitirib, obedga Toshkentdan qaytamiz Farg'onaga. Kimda kim bilan ko'rishmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunday yordam beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.